yaxshi o'tiribsizmi? Kelin. Ha, kelin. Voy, damlagan. Labay oyijon. Men buncha achuv damladingiz. O'zingiz bir qoshiq soling deganingizga choyni bir qoshiq soluvdim. Boshqa damlang. Juda yomon bo'pti. Achchiqligini qarang, buni ichi bo'ladimi? Hey, qo'yavering. Menga shunaqa achchiq choy yoqadi. Sizga yoqadimi? Ha, men bo'pti, ko'raman. ishingizni qiling. Ha, Qo'yavering. nima ovqat qildingiz? Qaynatma sho'rva solib qo'yuvdim. Voy xudoyim, shildillatib qaynatma sho'rva qilganini qarang. Baqvat ovqat qilmaysizmi? Oyijon, sizga baquvvat ovqat mumkin emas. Qon bosimingiz ko'tarilib ketadi. Meni qon bosimi bilan nima ishingiz bor sizni? Ha? O'zim hal qilaman qon bosimni. Menga baqvat ovqat kerak. Qarang. Xo'p oyijon, hozir xonamda ishimni tugatib oling. Qilaman oyijon, xo'p. Ishini tugatguncha ovqat qachon pishadi endi? Qarilarni ovqat asraydi. To'g'ri. Biz yoshimiz o'tgandan keyin baqvat ovqat yeyishimiz kerak. Ha? Hey, bu kelingizni ham mahkam ushlabsiz qo'shni. Ey, Ha? mahkam ushlaganim bilan hammasi tarab-tarab bo'lib qochib ketyapti.